Elimizning atoqli va ardoqli adibi, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov germancha asr adabiyoti rivojiga salmoqli hissa qo'shganlardan biri hisoblanadi. Uning odob-axloq, ma'naviy olami, milliy qadriyatlari, sho'ro davri adolatsizliklari, qissa va romanlari hamda hikoyalarida oddiy inson taqdiri va qalbining kechinmalari zargarona ifoda etilgan. To'plamdagi eng ta'sirli hikoya Urushning so'nggi qurboni. Ushbu asar urush davridagi yo'qchilik, ocharchilik, oiladagi notinchlik, oilaga kelgan fojia asar qahramonlarini yangitib qo'yadi. Shoikrom oilaboshi turmush tashvishlari bilan ovora bo'lib, kasal ukasidan, qari onasidan xabar ololmay qoladi. Qulupnayga o'g'ri oralagan deyman. Vahima qilma. Bolalar terib yegandir. O'g'ri qulupnayga keladimi? Nega kelmas ekan? Bir kosasini olib chiqib sotsa, bir kosa jo'xori beradi. Sababi onasi kelini Hadichaning injiqliklaridan ota hovlini o'rtasidan devor urdirib, ro'zg'orini bo'lak qilib beradi. O'zi bo'lsa to'shakka mixlanib qolgan o'g'li bilan edi. O'zing ham ol, bolam. Yaxshi. Ovqatingdan qolmaganmidi? Ovqat. Yo'q, ovqat kerak emas, bolam. Har kuni nahorga bir kosadan qo'y suti ichsa, ko'rmagandek bo'lib ketadi dedi. Hozir qo'y suti qayoqda? Sigir suti otliqqa yo'q. Akang bilan gaplashdim. Har kuni ertalab bir kosa qulupnay beradigan bo'ldi. Uni bir kosa qo'yning ustiga almashtiramiz. Ichsang xudo xolisa tuzalib ketasan, bolam. Qani ich. Rahmat. Dadasi. Shu kunda yana o'g'ri oralab qoldi. Qulupnay qizarmasdan bitta qo'ymay terib ketyapti. Voy! Shoikrom bolalarim rizqi qirqilmasin deb to'k kovlangan sim tashlab qo'yadi. Vijdonsizlar. Odamlar boshiga tushgan kulfatdan foydalanib qoladiganlarni qilish kerak. Afsuski, Shoikromning onasi kasal o'g'liga qo'y sutini ichirish uchun bir kosa sutga bir kosa qulupnay almashtirish uchun tergani kelgan va to'kni ushlab olgan. Hey! Ona! Nimalar qo'ydim onajon? Kecha aytdim. Ko'rmadilar. Bir kosa qulupnayga sut almashadi dedilar. Kechiring. Umr xolani so'nggi yo'lga kuzatib qaytishayotganda urush tamom bo'lganligi haqida
gap tarqaldi. Hurmatli kitobxonlar, shuning uchun ham ushbu asar urushning so'nggi qurboni deb nomlangan. Nazarimda, barchangizga ushbu asarni o'qishingizni tavsiya etaman. Yoqimli mutolaa.